Assalomu alaykum. Hurmatli pensionerlar, ota-onasining pensiyasini olib berayotgan farzandlar va nafaqa masalasida biror muammoga duch kelishni istamaydigan barcha tomoshabinlar. Bugun men sizga 15 iyuldan boshlab pensionerlar uchun juda muhim, ayrimlar uchun esa juda yoqimsiz bo'lishi mumkin bo'lgan xabarni tushuntirib beraman. Bu mavzu har bir pensionerga tegishli. Chunki gap pensiya pulining vaqtida tushishi, to'xtab qolmasligi, kamayib ketmasligi va ortiqcha muammolarga do'gamaslik haqida ketmoqda. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men kimlar xavotir olishi kerak, kimlar xavotir olmasa ham bo'ladi. Qanday hujjatlarni tayyorlab qo'yish kerak, qayerga murojaat qilish kerak va eng muhimi pensiya to'lovingiz to'xtab qolmasligi uchun nima qilish kerakligini oddiy tilda tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday ogohlantirishlarni vaqtida bilish ko'p odamni katta tashvishdan saqlab qoladi. Avval qanday edi? Ko'p pensionerlar pensiyasini oyma-oy bank kartasiga yoki naqd shaklda olib kelayotgan edi. Odamlar odatda bitta narsaga o'rganib qolgan. Oy keladi, pensiya tushadi. Doriga, oziq-ovqatga, kommunal to'lovlarga ishlatiladi. Ko'pchilik hujjatlarini yillar davomida tekshirtirmaydi. Bank kartasining muddati tugayotganiga e'tibor bermaydi. Yashash manzili o'zgargan bo'lsa ham tizimda yangilamaydi. Telefon raqami boshqa odam nomida turgan bo'lsa ham ahamiyat bermaydi. Lekin hozirgi davrda pensiya to'lovlari bo'yicha nazorat kuchaymoqda. Bu yerda asosiy yomon xabar shuki, 11 iyuldan keyin ayrim pensionerlarning pensiya to'lovi kechikishi, vaqtincha to'xtatilishi yoki tekshiruv yakunlanguncha ushlab turilishi mumkin. Bu hamma pensionerga birdek taalluqli degani emas. Lekin hujjatlarda nomuvofiqlik bor. Bank kartasi muammoli, yashash joyi boshqa, ishonchnoma muddati tugagan, nogironlik guruhi qayta ko'rikdan o'tmagan, chet elda uzoq muddat bo'lgan yoki qarzdorlik masalasi mavjud bo'lgan fuqarolar albatta e'tiborli bo'lishi kerak. Men buni qo'rqitish uchun aytmayapman. Men sizga vaziyatni oldindan bilib, muammoni yuzaga chiqmasdan hal qilish uchun tushuntiryapman. Chunki pensiya bir kun kechiksa ham pensioner uchun bu oddiy kechikish emas. Dorixona kutmaydi, bozor narxi kutmaydi, kommunal to'lov kutmaydi. Ayniqsa yolg'iz yashaydigan, farzandlari uzoqda bo'lgan, dori darmoniga har oy aniq pul ajratadigan keksa insonlar uchun pensiyaning vaqtida tushishi hayotiy masala. Birinchi navbatda bank kartasi muddati tugagan yoki tugash arafasida bo'lgan pensionerlar ehtiyot bo'lishi kerak. Masalan, kartangiz 2024 yil yoki avgust oyida tugaydigan bo'lsa, pensiya o'sha kartaga tushmay qolishi. Bank operatsiyasi qaytishi yoki pul tushgan bo'lsa ham yetishda muammo bo'lishi mumkin. Ko'p odam kartaning ustidagi oy va yilga e'tibor bermaydi. Karta ustida 0720 deb yozilgan bo'lsa, bu karta iyul oyida amal qilish muddati tugashi mumkin degani. Shunday paytda odam pensiyam tushmadi deb pensiya jamg'armasiga boradi. Aslida muammo bank kartasida bo'ladi. Misol keltiraman. Toshkent viloyatida yashovchi 68 yoshli onaxonning pensiyasi har oy 1.220 ming so'm bo'lsin. U 2 iyul oyida pensiya tushishini kutadi. Lekin bankomatda pul yo'q. Farzandi bankka borsa, karta muddati tugaganini aytishadi. Yangi karta chiqarish uchun vaqt ketadi. Agar bu ish oldindan qilinganda pensiya to'lovida uzilish bo'lmas edi. Mana shu oddiy e'tiborsizlik pensionerning bir necha kun pul kutib qolishiga sabab bo'ladi. Ikkinchi xavf guruhi, telefon raqami, bank kartasi yoki shaxsiy ma'lumotlari boshqa odam nomida bo'lganlar. Hozir ko'p xizmatlar SMS tasdiqlash, bank ilovalari va shaxsni aniqlash orqali ishlaydi. Ba'zi pensionerlarning kartasi o'z nomida, lekin telefon raqami farzandining nomida yoki aksincha karta qariyaning nomida. Lekin undan doim boshqa odam foydalanadi. Bunday holatlarda bank xavfsizlik sababli operatsiyani cheklashi mumkin. Ayniqsa katta miqdorda pul yechilganda. Karta boshqa hududda ishlatilganda yoki shubhali operatsiya ko'ringanda tizim avtomatik blok qo'yishi mumkin. Uchinchi guruh ishonchnoma orqali pensiya olib berilayotgan pensionerlar. Ko'p oilalarda ota yoki ona yura olmaydi. Kasal, qishloqda yashaydi, bankka borishga qiynaladi. Farzandi yoki qarindoshi ishonchnoma asosida pensiyani olib beradi. Lekin ishonchnomaning muddati tugagan bo'lsa, notarial hujjat noto'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lsa yoki pensionerning holati bo'yicha qo'shimcha tasdiq talab qilinsa, to'lovda muammo paydo bo'ladi. Bu yerda eng ko'p uchraydigan xato oldin shu hujjat bilan olardik. Yana bo'laveradi deb o'ylash. Yo'q,
hujjatning muddati tugagan bo'lsa, u endi kuchga ega emas. Masalan, 75 yoshli otaxonning pensiyasi 1.600.000 so'm. O'g'li har oy ishonchnoma bilan olib turadi. Ishonchnoma 10 iyulda tugagan. O'g'li esa 11 iyulda bankka borgan. Bank pul bermaydi. O'g'il jahli chiqadi. Har oy olib yurardim-ku deydi. Lekin bank xodimi qonun bo'yicha muddati tugagan hujjat bilan pul bera olmaydi. Natijada otaxonning doğru puli kechikadi. Buni oldindan tekshirish mumkin edi. 4-guruh nogironlik pensiyasi yoki nogironlik nafaqasi oluvchilar. Agar nogironlik muddati belgilangan bo'lsa va qayta tibbiy ko'rikdan o'tish vaqti kelgan bo'lsa, buni e'tiborsiz qoldirish juda xavfli. Chunki tizimda nogironlik muddati tugagan deb ko'rinsa, to'lov avtomatik ravishda to'xtatilishi mumkin. Bunda odam mening ahvolim o'zgarmagan, nega to'xtatildi deb norozilik bildiradi. Lekin rasmiy tizim uchun tibbiy xulosa yangilanishi kerak. Misol uchun, bir fuqaro 2 guruh nogironligi bo'yicha uning tibbiy ko'rik muddati 3-iyunda tugagan. U esa shifoxonaga borishni kechiktirgan. Iyul oyida to'lov kelmay qoladi. Sababi oddiy. Tizimda uning maqomi yangilanmagan. Agar u 15-iyulgacha hujjatlarni topshirib ko'rikdan o'tganida to'lovda uzilish bo'lmasligi mumkin edi. 5-guruh yashash manzili o'zgargan. Lekin ro'yxatdan o'tish ma'lumotlarini yangilamaganlar. Masalan, pensioner Farg'onadan Toshkentga farzand yo'liga ko'chib kelgan. Lekin rasmiy ro'yxat hali eski manzilda. Ba'zi xizmatlar hududiy organlar orqali yuritilgani uchun manzil nomuvofiqligi savollar tug'diradi. Ayniqsa naqd yetkazib berish, uyga olib kelish, ijtimoiy yordam yoki qo'shimcha to'lovlar masalasida manzil juda muhim. 6-guruh qarzdorligi bor pensionerlar. Bu aliment, kredit, kommunal qarzdorlik bo'lishi mumkin. Lekin eng ko'p uchraydigani bank kreditlari va sud qarorlari bo'yicha ushlanmalar. Men bu yerda shuni aniq aytaman. Pensiya to'liq daxlsiz pul degan tushuncha hamma holatda ham to'g'ri emas. Qonuniy asos bo'lsa, ma'lum tartibda ushlab qolish bo'lishi mumkin. Lekin hamma pulni olib qo'yish mumkin emas. Ushlanadigan miqdor ham tartibga solinadi. Shuning uchun kimda kredit bo'lsa, ayniqsa kafil qilgan bo'lsa, bu masalani tekshirib qo'yish kerak. Masalan, pensioner ayol o'g'lining kreditiga kafil bo'lgan. O'g'li to'lovni vaqtida qilmagan. Keyin bank sud orqali undirishni boshlagan. Pensionerning kartasiga pensiya tushganda ma'lum qismi avtomatik yechilgan. Ayol pensiyam kamayibdi deb hayron bo'ladi. Aslida bunga oldindan sud ijrosi hujjatlari sabab bo'lgan. Bunday holatda hamma narsani aniqlash uchun bankdan ko'chirma, sud ijrochilaridan ma'lumot olish kerak. Agar sizning pasport yoki ID kartangiz tartibda bo'lsa, bank kartangiz amal qilish muddati tugamagan bo'lsa, pensiya oluvchi shaxs tirikligi, yashash manzili va shaxsiy ma'lumotlar tizimlarda to'g'ri bo'lsa, nogironlik bo'yicha muddati tugamagan bo'lsa, ishonchnoma bilan bog'liq muammo bo'lmasa, siz haddan tashqari xavotir olmasangiz ham bo'ladi. Lekin menda hammasi joyida deb o'tirib qolmaslik kerak. Chunki ko'pincha muammo odam kutmagan joydan chiqadi. Masalan, bank kartasining muddati tugamagan, lekin karta yo'qolgan. Yoki karta bor, lekin PIN kod 3 marta noto'g'ri terilib bloklangan. Yoki pensiya tushgan, lekin bank ilovasida texnik nosozlik bo'lgan. Bular ham pensioner uchun muammo. Shu sababli men har bir pensionerga yoki uning farzandlariga kamida oyiga bir marta karta olatini, bank SMS'larini, pensiya tushmaganini va hujjatlar muddatini tekshirib turishni tavsiya qilaman. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, pensiya kechiksa, bu har doim ham to'xtatildi degani emas. Ba'zan texnik kechikish bo'ladi. Banklararo o'tkazma, dam olish kuni, bayram kuni tizim yangilanishi, hududiy to'lov jadvali sababli pul 1-2 kun kechikishi mumkin. Lekin agar odatda 5 sanada tushadigan pensiya 10 sana bo'lsa ham tushmasa, albatta tekshirish kerak. O'zi kelib qolar deb kutish noto'g'ri. Ikkinchi nozik jihat, pensioner vafot etgandan keyin tushgan pulni yechib olish juda xavfli. Ba'zi oilalarda shunday holatlar bo'ladi. Qariya vafot etadi, lekin kartasiga pensiya tushadi. Qarindoshlar baribir o'zimizniki deb pulni yechib oladi. Bu keyinchalik ortiqcha to'lov sifatida qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Hatto huquqiy muammo ham tug'ilishi mumkin. Shuning uchun bunday vaziyatda qonuniy meros, dafn nafaqasi va boshqa tartiblar bo'yicha rasmiy yo'l bilan murojaat qilish kerak. Uchinchi nozik jihat, chet elda uzoq muddat bo'lgan pensionerlar. Agar pensioner chet elga ketgan bo'lsa,
Ayrim holatlarda yashash holati, shaxsni tasdiqlash yoki tegishli ma'lumotlar talab qilinishi mumkin. Ayniqsa pensiya O'zbekistondagi kartaga tushib, uni boshqa odam yechib turgan bo'lsa, bu keyinchalik savollar tug'diradi. Men chet eldagi pensionerlarga alohida tavsiya qilaman. Elchixona yoki konsullik orqali, shuningdek vakolatli organlar orqali o'z maqomingizni qonuniy tasdiqlab turing. 4-nozik jihat plastik kartani farzandga berib qo'yish. Hayotda bu juda ko'p. Ota-onalar ishonadi, farzandlar yordam beradi. Lekin karta va PIN kodni boshqa odamga berish bank qoidalari bo'yicha xavfli. Agar pul yechilib ketsa, keyin men yechmaganman deyish qiyin bo'ladi. Chunki PIN kod bilan operatsiya bajargan bo'ladi. Ayniqsa qarindoshlar o'rtasida kelishmovchilik chiqsa, pensionerning o'zi qiynalib qoladi. 5-nozik jihat firibgarlar. 25 iyul atrofida pensiyangiz to'xtaydi. Kartangizni yangilash kerak. Kod ayting. Pensiyangizni saqlab qolamiz degan qo'ng'iroqlar ko'payishi mumkin. Men qat'iy ogohlantiraman. Hech kimga SMS kod bermang. Karta raqami, amal qilish muddati, PIN kod, CVV kodni aytmang. Pensiya jamg'armasi, bank yoki davlat organi telefon orqali sizdan bunday maxfiy kodlarni so'ramaydi. Agar kimdir hozir aytmasangiz. Pensiyangiz blok bo'ladi desa, bu juda katta ehtimol bilan firibgarlik. Misol uchun, pensionerga qo'ng'iroq qilishadi. 25 yildan pensiyalar qayta ro'yxatdan o'tadi. Sizning kartangizga pul tushmay qolmasligi uchun SMS kodni ayting deyishadi. Pensioner ishonib kodni aytadi. Oradan 5 daqiqa o'tib kartadagi 800 ming so'm yo'qoladi. Keyin pulni qaytarish juda qiyin bo'ladi. Shu sababli men har bir farzandga aytaman. Ota-onangizga alohida tushuntiring. Begona odamga kod aytmasin, link bosmasin. Telefonga kelgan xabarni avval sizga ko'rsatsin. 6-nozik jihat hujjatdagi ism, familiya. Tug'ilgan sana xatolari. Ba'zan eski pasportda bir xil, yangi ID kartada boshqa xil yozilgan bo'ladi. Masalan, Mamatova bir joyda Mamadova bo'lib qolgan. Tug'ilgan sana bir hujjatda Indikimay, boshqasida Irmilmay yozilgan. Tizimlar raqamli bo'lgani sari bunday xatolar tezroq ko'rinadi. Oldin odamlar mayli o'tib ketadi deb yurishgan bo'lsa, endi bitta har ham to'lovda savol tug'dirishi mumkin. 7-nozik jihat ortiqcha to'lovlar. Agar odamga xatolik bilan ko'proq pensiya to'langan bo'lsa, keyinchalik bu summa qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Masalan, aslida 1 million 300 ming so'm olish kerak edi. Lekin 2 oy davomida 1 million 600 ming so'm tushdi. Odam buni oshirib berishibdi deb o'ylab ishlatib yubordi. Keyin 60 ming so'm ortiqcha to'lov deb chiqarildi va keyingi oylarda ushlab qolindi. Shuning uchun pensiya miqdori keskin o'zgarsa, darhol sababini so'rash kerak. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Nima qilish kerak? Men sizga bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Kartaning old tomonida amal qilish muddati yozilgan bo'ladi. Agar muddati tugagan bo'lsa yoki yaqin 2 oy ichida tugasa, bankka boring. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, telefon raqamingiz va eski kartani oling. Bankdan yangi karta chiqarib berishini so'rang. Agar yurishga qiynalsangiz, bankning ishonch telefoniga qo'ng'iroq qilib, qanday tartib borligini so'rang. Ba'zi hollarda yaqin qarindosh hujjat asosida yordam berishi mumkin. Lekin buni bankning o'zi bilan aniqlashtirish kerak. Ikkinchi qadam, pensiya qaysi kartaga tushayotganini aniqlang. Ba'zi pensionerlarning bir nechta kartasi bo'ladi. Qaysi biri ish haqi kartasi, qaysi biri pensiya kartasi, qaysi biri eski karta chalkashib ketadi. Bankdan hisob varaq ko'chirmasini oling yoki bank ilovasi orqali ko'ring. Agar pensiya eski hisobga biriktirilgan bo'lsa, yangisiga o'tkazish uchun ariza kerak bo'lishi mumkin. 3-qadam. Pensiya jamg'armasi yoki mahalliy ijtimoiy organ bilan ma'lumotlaringizni solishtiring. O'zingiz yashaydigan hududdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga boring yoki rasmiy kol markaz orqali ma'lumot oling. O'zingiz bilan ID karta yoki pasport, bank karta rekvizitlari agar kerak bo'lsa, mehnat daftarchasi nusxasi, nogironlik ma'lumotnomasi, ishonchnoma, yashash manzili bo'yicha hujjatlarni oling. Mening pensiya to'lovimda cheklov. Ushlanma yoki hujjat bo'yicha muammo yo'qmi deb aniq so'rang. 4-qadam, ishonchnomani tekshiring. Agar pensiyani farzandingiz, qarindoshingiz yoki boshqa ishonchli odam olib berayotgan bo'lsa, ishonchnomaning muddati qachongacha ekanini ko'ring. Notariusda rasmiylashtirilgan hujjatning asl nusxasi borligiga ishonch hosil qiling. Unda aynan pensiya olish, bankdagi mablag'ni boshqarish yoki tegishli harakatlarni bajarish vakolati yozilgan bo'lishi kerak.
Ba'zan umumiy ishonchnoma yetarli bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun matnni diqqat bilan o'qing. 5-qadam. Nogironlik bo'yicha hujjatlarni yangilang. Agar siz yoki yaqin insoningiz nogironlik pensiyasi olayotgan bo'lsa, tibbiy ko'rik muddati qachon tugashini aniqlang. Poliklinika, tibbiy ijtimoiy ekspertiza bo'limi yoki tegishli shifokor bilan oldindan bog'laning. Hujjatlarni oxirgi kunga qoldirmang. Chunki tahlillar, shifokor xulosalari navbat va komissiya vaqti bir necha kun emas. Ba'zan bir necha hafta bo'lishi mumkin. 6-qadam, qarzdorlikni tekshiring. Agar pensiyangizdan pul ushlanayotganini sezsangiz, avval bankdan ko'chirma oling. Unda pul qayerga ketgani ko'rinadi. Keyin majburiy ijro byurosi yoki sud ijrochilar orqali sizga nisbatan ijro hujjati bor yo'qligini aniqlang. Agar ushlanma noto'g'ri bo'lsa, yozma ariza bering. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Arizada familiya, ism, sharif, pasport yoki ID ma'lumotlari, telefon raqami, muammoning mazmuni, qaysi oyda qancha pul ushlanganini yozing va javobni yozma ravishda berishni so'rang. 7-qadam, barcha hujjatlarning nusxasini tayyorlab qo'ying. Men pensionerlarga alohida papka tutishni tavsiya qilaman. Unda pasport yoki ID karta nusxasi, bank karta rekvizitlari, pensiya daftarchasi yoki pensiya tayinlanganligi haqidagi ma'lumot, nogironlik hujjati, ishonchnoma nusxasi. Telefon raqami kim nomida ekani, bank shartnomasi, oxirgi pensiya tushumi bo'yicha ko'chirma bo'lsin. Bu papka uyda tartibli tursa, muammo chiqqanda yugurib hujjat qidirishga hojat qolmaydi. 8-qadam. Telefon xavfsizligini ta'minlang. Bank SMS'lari keladigan raqam ishlayotgan bo'lsin. SIM karta yo'qolgan bo'lsa, darhol operatorga boring. Telefoningizga begona ilovalarni o'rnatmang. Pensiyani tekshirish. 1000 yil ro'yxatdan o'tish. Davlat to'lovi deb kelgan noma'lum linklarni bosmang. Rasmiy xizmatlardan foydalaning. Agar shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, telefonni qo'ying va bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. 9-qadam, muammo bo'lsa, kutib o'tirmang. Pensiya tushmagan bo'lsa, avval bankni tekshiring. Karta ishlayaptimi? Hisob bloklanmaganmi? Pul kelganmi? Keyin pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Agar bank pul kelmagan desa, pensiya jamg'armasidan to'lov jo'natilganini so'rang. Agar pensiya jamg'armasi jo'natilgan desa, bankdan yozma izoh so'rang. Har bir bosqichda hujjatli javob olishga harakat qiling. 10-qadam, farzandlar ota-onasini yolg'iz qoldirmasin. Ko'p pensionerlar bank, ilova, SMS, elektron navbat, ariza yozish ishlarini tushunmasligi tabiiy. Bu ularning aybi emas. Davr o'zgardi. Shuning uchun har bir farzand kamida oyiga bir marta ota-onasining pensiya masalasini tekshirsin. Karta muddati, telefon raqami, kelgan xabarlar, pensiya miqdori, qarzdorlik va hujjatlarni ko'rib chiqsin. Bu 20 daqiqa vaqt oladi. Lekin katta muammoning oldini oladi. Agar sizning pensiyangiz 15 iyuldan keyin yoki boshqa istalgan vaqtda tushmay qolsa, arizani aniq yozing. Arizada shunday mazmun bo'lsin: men falonchi pensiya oluvchiman. Odatda pensiyam har oyning falon sanasida falon bank kartasiga tushardi. Falon oy uchun pensiya to'lovi tushmadi yoki kamaygan holda tushdi. Sababini tushuntirib berishingizni, agar hujjat talab qilinsa ro'yxatini yozma taqdim etishingizni, to'lovda xatolik bo'lsa bartaraf etishingizni so'rayman. Arizaga pasport nusxasi, bank ko'chirmasi, karta rekvizitlari va mavjud hujjatlarni ilova qiling. Arizani topshirganda kirim raqami oling. Ya'ni sizning murojaatingiz qabul qilinganini tasdiqlovchi raqam bo'lsin. Aqsolda men borgan edim, aytgan edim degan gapni keyin isbotlash qiyin. Agar elektron murojaat qilsangiz, javob keladigan telefon va elektron manzil to'g'ri yozilganiga ishonch hosil qiling. Yana bir muhim maslahat: hech qachon jahl bilan hujjatlarni yirtmang. Bank xodimi yoki davlat organi xodimi bilan tortishib masalani og'irlashtirmang. Sizning maqsadingiz aybdor topish emas, pensiyangizni tiklash. Shuning uchun xotirjam, lekin talabchan bo'ling. Menga og'zaki emas, yozma tushuntirish bering deyish eng to'g'ri yo'l. Demak, hurmatli tomoshabinlar, 15 iyuldan keyingi eng asosiy xavf shundaki, hujjatlari, bank kartasi, ishonchnomasi, nogironlik muddati, manzili yoki qarzdorligi bo'yicha muammo bo'lgan pensionerlar pensiya to'lovida kechikish. Ushlanma yoki vaqtincha to'xtash holatiga duch kelishi mumkin. Bu hammani qo'rqitadigan xabar emas, lekin har bir pensioner tekshirishi shart bo'lgan masala. Bugunoq kartangiz muddatini ko'ring. Hujjatlaringizni tartibga keltiring. Ishonchnomani tekshiring. Nogironlik muddati bo'lsa oldindan ko'rikka boring.
qarzdorlik bo'lsa aniqlang. Begona odamga SMS kod bermang. Agar ota-onangiz pensioner bo'lsa, bu videoni ularga tushuntirib bering yoki o'zingiz ularning hujjatlarini ko'rib chiqing. Izohlarda yozing. Sizning hududingizda pensiya vaqtida tushyaptimi? Karta yoki hujjat bo'yicha muammo bo'lganmi? 25 iyuldan keyin qanday o'zgarish sezildi? Boshqalarga ham foydasi tegishi uchun tajribangizni bo'lishing. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta ogohlantirish bir oilani keraksiz yugur-yugurdan, bir pensionerni esa pulsiz qolishdan saqlab qolishi mumkin.